Benim üçün hiç büyük zat Benim üçün hiç büyük zat Anam yetim olmaz Alem yetim olar belki Alem yetim olar belki Alem yetim olar belki Anam yetim olar hiç büyük zat Anam yetim olmaz Canlı cansız hiç mevcudat Anam yetim olmaz Canlı cansız hiç mevcudat Anam yetim olmaz Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Anam yetim olmaz Dostu yavru ağlaydım Hatta iki kara gözüm Başımda iş düşken günüm Anam yetim olmaz Başımda iş düşken günüm Anam yetim olmaz Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Anam yetim olmaz Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Anam yetim olmaz Farzan başka taczer Anam yetim olmaz Hatta farzan başka tacere Anam yetim olmaz Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Anam yetim olmaz Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Alem yetim olar lekin Anam yetim olmaz
suyunga farzandim yonib avunga tug'larimdan suyunga farzandim yonib avunga tashvishim ko'rsa o'rtanga onamga teng bo'la olmas tashvishim ko'rsa o'rtanga onamga teng bo'la olmas olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin onamga teng bo'la olmas olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin onamga teng bo'la olmas olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin onamga teng bo'la olmas onamga teng bo'la olmas onamga teng bo'la olmas Onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin deymiz. O'tganlarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin deymiz. Kelinglar yana chiroyli fayzli davramizni sho'x-sho'x taronalar bilan davom etamiz.
Hiç oylamayın köyür koyulan ekenmen, koyulan ekenmen. Güllerden seni sügen ekenmen, sügen ekenmen. Şimdi bilsem sana yoluktan günüm, şimdi bilsem sana yoluktan günüm. Doğrusu canımdan koyulan ekenmen, koyulan ekenmen. Doğrusu canımdan koyulan ekenmen, koyulan ekenmen. Kendi kabile ilmiye boynuma sandım, üstüne hemşeriye rengini aldım. Ama
kızmış. Buralar sevgisiga o'xshamas, saodatli sadoqatli bizni ish. Buralar sevgisiga o'xshamas, saodatli sadoqatli bizni ish. Ular kulib muhabbatni yo'tida, ikkimizning yonganimiz boshqacha. Ish o'ynashib lablarimiz borida, xumor xumor qonganimiz boshqacha. Ular kulib muhabbatni yo'tida, ikkimizning yonganimiz boshqacha. Ish o'ynashib lablarimiz borida, xumor xumor qonganimiz boshqacha. Hayrat ila yüzlerimizden bakıp, rashk o'tida dog'da qoldi shuhrati. Hayrat ila yüzlerimizden bakıp, rashk o'tida dog'da qoldi shuhrati. Yuring sayrataylik chamanlar ko'rki, chakkamizda qizil gullardan tatib. Yuring sayrataylik chamanlar ko'rki, chakkamizda qizil gullardan tatib. Ular kulib muhabbatni yo'tida, ikkimizning yonganimiz boshqacha. Ish o'ynashib lablarimiz borida, xumor xumor qonganimiz boshqacha. Ular kulib muhabbatni yo'tida, ikkimizning yonganimiz boshqacha. Ish o'ynashib lablarimiz borida, xumor xumor qonganimiz boshqacha. Bendeni buldu ve işte hatırlıyorsun, derya bulup taşsın bir vefasın. Bendeni buldu ve işte hatırlıyorsun, derya bulup taşsın bir vefasın. Muhabbetten duymasa aşırı kinge, rahat birer hatta yarı cefası. Muhabbetten duymasa aşırı kinge, rahat birer hatta yarı cefası. Ular kulib muhabbatni yo'tida, ikkimizning yonganimiz boshqacha. Ish o'ynashib lablarimiz borida, xumor xumor qonganimiz boshqacha. Ular kulib muhabbatni yo'tida, ikkimizning yonganimiz boshqacha. Ish o'ynashib lablarimiz borida, xumor xumor qonganimiz boshqacha. Xumor xumor qonganimiz boshqacha.
Rahmat. Raqsga tushayotganlardan uzr so'raymiz. Hamollarimizdan oldimizga tortilgan shirin taomlarni, chiroyli duo fotihalarni keling yosh ulug'larimizdan qabul qilib olamiz. Ozodjon hoji buva, marhamat. Ilohomin. Alhamdulillah rabbil alamin. Vassalatu vassalamu sayyidina Muhammadin va ala ashabihi ajmain. Yeyilmiş taomdan, shu yerda o'qilgan barcha duolardan hosil bo'lgan savoblarni eng avvalo ikki olam sarvari suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruh boyliklariga baxshida qildim. U kishining barcha oila a'zolarining, sahoba ikromlarning ruh boyliklariga, yer yuzida o'tgan barcha avliyo anbiyolarning ruh boyliklariga baxshida qildim. Ushbu tavallud to'yxonada duoga qo'l ochib o'tirgan barcha insonlarning ham rahmatlik bo'lib ketgan yaqin insonlarning ruh boyliklariga baxshida qildim. Xususan ushbu to'y berayotgan xonadon sohiblaridan rahmatlik Zarbay akaxonimizga ham ruh boyliklariga baxshida qildim. Ilohim joylari shoshtai jannat, oxiratlari obod, ruhlari shod bo'lsin. Qolaverishini bugun Alloh subhanahu va taolo Ro'zigul opaxonimiz, Yulduzxon singlimizning shu farzandlarining sunnat to'yini sog'-omonlik bilan yetkazibdi ekan. Ilohim shu farzandning uylantirgan to'ylarida ham shunday ajoyib to'yxonalarda barchalarimizga shu qatnashib o'tirish nasib etsin. Ushbu farzand kelajakda bir oliy ma'lumotli, bir yetuk inson bo'lib yetsin. Auzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmonir rahim. Va kullu robbil anzil munzilin muborak anta xayril munzilin. Ilohim hammaning xonadonida shunday sunnat to'ylar, gelin to'ylar bo'laversin. Bi rahmatika arhamar rahimin. Amin. Allohu akbar. Aytilgan yaxshi niyat yusaylar Alloh dargohida ijobat bo'lsin. Demak azizlar, kelinglar oqshomda yana tabriklarni davom qildiramiz. Buxorodan tashrif buyurgan Ruslan og'amiz tabriklab qo'yadilar. Buxorolik mehmon Ruslan aka shifokor hisoblanadilar. Yaxshi niyat istaklarni yo'llab qo'yishingiz mumkin agar bo'lsangiz. Qanilar hurmatli inson, Buxorolik mehmon tomoniga yo'llanamiz. Yaxshi niyat istaklarni yo'llab qo'yasiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar to'yga. Ana Buxoro shahridan hammaga agalangalik salom. Ana jiyanimizni bugun sunnat to'yiga yig'ilgan ekanimiz. Ilohim baxt to'yiga ham hammaga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling, minnatdorchiligimizni yo'llaymiz. Demak, navbatdagi buxorolik mehmon Shavkat og'a, Ulug'bek og'a bo'lsangiz, o'zingizni ko'rsatsangiz, yaxshi niyat istaklarni biz qabul qilib olardik. Hurmatli insonlar, mehmonlar bormi davramizda? Yaxshi niyat istaklarni qabul qilib olamiz. Agar bo'lsalar, bo'lmasam, vaqtimiz chegaralangan azizlar, cho'zib o'tirmaymiz. Menimcha mehmonlar to'yxonani vaqtinchalik tark qilishgan nazarimda. Azizlar, oqshomni davom qildiramiz va ayni daqiqalarda hurmatli onajonimizni davra markaziga taklif qilamiz. Bugun navara to'ylaridan xursand Ro'zigul onamizni davra markaziga taklif qilamiz. Ro'zigul ona, qanisiz, yaxshi kunlar, chiroyli to'ylar muborak bo'lsin. Navara to'ylar bilan tabriklaymiz. Kutilgan to'y bilan, shodiyona bilan tabriklaymiz. Navaralaringizni baxt kamolini ko'ring. Keling onajon, davra markaziga to'ylar bilan tabriklaymiz. Albatta bu kunni necha yillar mobaynida orzu havas qilib kutgansiz. Kutilgan to'ylar bilan tabriklaymiz. O'zi to'g'risi bizani odam bo'lishimiz uchun moli va jonini ayamaydigan yagona inson bu otalarimiz, onalarimiz hisoblanadilar. Onajon, mana necha yillar mobaynida halol mehnat bilan yiqqaningizni, terganingizni, mana hammani oldiga to'yimli, to'kin, shohona dasturxon qilib, minglagan insonlar ichidan siz va bizni saylab, saralab taklif qilgansiz. Navara to'ylari sizga muborak bo'lsin. To'g'risi biz oila quramiz, oila bilan bo'lib qolamiz. Farzand ko'ramiz, farzandlar bilan bo'lib qolamiz. Bayramlarda zo'rg'a vaqt topamiz otamizni, onamizni ko'rish uchun. O'shanda ham bozorga borib eng qimmat sovg'ani olamiz. Ularni ko'rish uchun albatta. Xursand bo'lib ketishadi. Sovg'ani ko'rib emas, lekin bizni sog' salomat ko'rib. Sovg'aga kelganda esa voy bolajonim, shuni menga emas, navaramga olib kelsang yaxshi bo'lar deyshadi.
farzanddan navara shirin, mevasidan mag'zi shirin, shu joydan ta'sirlanib yozilgan she'r. Onamga olib bordim 4 ta kulchan non. Bolangga olib bor dedi-ya onam, to tonggacha yig'ladi osmon. To tonggacha yig'ladim men ham. Ko'zlariga tikildim qarab, bu ko'zlarda turardim o'zim. Sochidagi qormidi yorab, qayerlarda edi-ya ko'zim. Alla kimga qilgan sovg'amiz pisand bo'lmaydi, hatto ochilmaydi ham. Xursand bo'lsin deya tuqqan onamiz ba'zan bir juft paypoq olish ham esga kelmaydi. Onamga olib bordim 4 ta kulchan non. Bolangga olib bor dedi-ya onam, to tonggacha yig'ladi osmon. To tonggacha yig'ladim men ham degan ekan. Haqiqatda onalarimiz, otalarimiz bizni kutib tonggacha o'tirishadi, ertalabgacha o'tirishadi. Biz kirib kelishimiz bilan bitta og'iz so'z, "Voy, bolajonim, yaxshi keldingmi?" deya ko'ngli xotirjam bo'lib uylariga kirib ketishadi. Biz o'ylaymiz, otalarimiz, onalarimiz uxlashga kirib ketdi deb. Yo'q. Ota-onalar hech qachon uxlamas ekan. Ota-onalar to tonggacha farzandini kelajagini Allohdan duo qilib chiqar ekan. Baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsin deganlar, bitta chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. Onajon to'ylar bilan tabriklaymiz. Sovg'alarni, qarsaklarni qabul qilib olasiz. Go'zal kunlar hammalarimizga muborak bo'lsin. Albatta azizlar, bugungi to'ydan esdalik, kimmi onasi, otasi tirik bo'ladigan bo'lsa, bugun men bu to'ydan borib otajon, onajon sizni yaxshi ko'raman deya mahkam quchib aytib qo'ying. Agar o'tgan bo'lsalar haqqilariga duo, fotihalarni qilib qo'yinglar. Baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsa, onajon, navara to'ylar bilan sizni tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Farzandlaringizni baxt kamolini ko'ring, onajon. To'ylar bilan tabriklaymiz. Umidjon akamiz Rossiya safardalar, tanijonlari sog' bo'lsin. Rossiyada ishlabgina yurgandir, to'y xabarini telefon etib bilgandir, to'y anaga dollar ham yuborgandir. Umidjon og'amizni oiladagi go'zal kunlar bilan tabriklaymiz. Umidjon og'a, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Keling onajon, shu joyda keling to'yni yana zo'r qo'shiqlar bilan davom qildiramiz. Hurmatli san'atkorimizni yana badiiy ijodiy maydon tomon chorlaymiz. Albatta, oila egalari Og'abek Sobirovni juda ham yaxshi ko'radilar, juda ham hurmat qiladilar. Haqiqatda keling ayni daqiqalarni yana kutilgan, sog'inilgan qo'shiqlar bilan davom qildiramiz. Kutilgan davraning sog'inilgan mehmoni sizlar uchun yana o'sha Og'abek Sobirov kuylaydi. Marhamat. Bir xussat aytib bering degan talaba takliflar bo'layapti. Endi shu xonadon sohiblari, mana shu yerda o'tirgan aziz akalar, ukalar, do'stlar e'tiborlariga havola etmoqchimiz. Marhamat. ساعت إدي وهني زماني زمان إردي والمحلك كرمو لطف بان إردي جان إردي أنا Kaykari canım beden irdi Ötken gecemen irdim o Ursim mutan irdi Gülşen türden meskenimiz bir çemen irdi Ben sağrına kül gelim ayıl
Veslayet din buldu benim şanıma nazım. Bülbül idi uykuda dağı gül idi gafıl. Gülbül ara iki kişiye sığışamazım. Bülbül bilen ikimize güldük vatan irdik. Bizni kılıp sarı saramraz Peydar pey Sünmağ diyene ilaban izaz Lali bir ban Can alban çeşmim sınırsaz Veseyledi gah naz Ya erbede Lali bir ban Can alban Şeşmimsin saz Meseyledi Gah naz Ya erbede Köksüm kebi Şak olan Bir hanirdi Yetkerdi bugün çarkı zeberdez Yağmurlameden din bir ban her yere peyvez İçkeç bulup pravze pes Lali meydan İçkeç bulup pravze pes Ben dağ yüzünü kâhpav Yine kuyumez Gülber güzek birden meğer Çitken irdi
Zindani prak, zindani prak, çiremen zehir yutup kan. Yüz katre hayatiden bulup rencereceğim. Islak şamda sürdün şauti kebi devran. Islak şamda sürdün şauti kebi devran. Hacrimdin navayını yer öldürsen arman. Vaslak şamda sürdin şati kebi devran. Hacrimdin navayını yer öldürsen arman. Munşaki murat ana bu acı Hasan irdi. Gülber güzel birikten meğer şiitken irdi. Saat idi, saat idi, saat idi, saat idi. Rahmat. Salomat bo'linglar. Davom etamiz, marhaba. Marhamat. Kelmesen kelme, ağlım sürmesen sürme. Meyli kelmesen kelme, ağlım sürmesen sürme.
kasası kuma durganda gelecek misin? Gel hatır gelecek olsan yürüyende gelecek misin? Yüzüm kasası kuma durganda gelecek misin? Aksalınıp gün günler öler oldum destinler. Aksalınıp gün günler öler oldum destinler. Dostu düşman üstümden yürüyende gelecek misin? Dostu düşman üstümden yürüyende gelecek misin? Gel hatır gelecek olsan yürüyende gelecek misin? Dostu düşman üstümden yürüyende gelecek misin? Dünya şadlığını köreydi beham Dostlar eylem aldım koluma kalan Bu dünya şadlığını köreydi beham Dostlar eylem aldım koluma kalan Sıcavarını metketeyimine Güle gelin sahaya ağaçlar behre Sıcavarını metketeyimine Güle gelin sahaya ağaçlar behre Yüreğimde altın zelgir sensen Kızların içinde engiri sensen Yüreğimde altın zincir sensen Kızların içinden biri sensen Aşkınız bunca yaman Yaman bakasısız Kayıskını görseniz Şu kıza da kalsızsız Asız bana hayatımsız Siz kıvaçım bilseniz Asız bana hayatımsız Siz kıvaçım bilseniz Kalbimde kamel etken Özünüz özgüneyiniz Kalbimde kamel etken Özünüz özgüneyiniz Dünya kamerada kanım Onu da kasılsız Dünyadaki hemmeti Semmede yakasılsız Dünya kamerada kanım Onu da kasılsız Dünyadaki hemmeti Semmede yakasılsız Bunca güzel bulma seni seyyare Arasında terifine yâre Bunca güzel bulma seni seyyare Arasında terifine yâre Yürekte giderdi sırınlaysam Aşık oldum sendin güzel bir yâre Yürekte giderdi sırınlaysam Aşık oldum sendin güzel bir yâre Dünyada sendin güzel Gelse gelir bir gelir Gelse gelir bir gelir Garip şiir gazel Gelse gelir bir gelir Gelse gelir bir gelir Alemde sanatın yok Okşaşan tapılmaz Alemde sanatın yok Okşaşan tapılmaz Tevlerle eser Gelse gelir bir gelir Gelse gelir bir gelir Alemlerle eser Gelse gelir bir gelir Hayal sürüşlerine Şadıhandan gülüşlerine Alemin vura turuşlarine Tuğla taşa yürüyüşlerine Gözüm düşse yaman bulamam İnana ver tamam bulamam Gözüm düşse yaman bulamam İnana ver tamam bulamam Muhabbetimi kulpu kolunda Yüreğimde zülfü kolunda Muhabbetimi kulpu kolunda Yüreğimde zülfü kolunda O yüreğim
salomat bo'linglar. Rahmat. Ofarin, bravo Og'abek Sobirov azizlar, e'tiborimiz markazida bo'ldi. Salomat bo'ling, rahmat. To'g'risi juda ham zo'r qo'shiqlar bo'ldi, raqsinkor qo'shiqlar. Maromiga yetkazib kuylangan taronalarni biz birin-ketin qabul qilib oldik, hurmatli san'atkorimizdan albatta. Demak azizlar, oqshom davom qilar ekan, kelinglar shu joyda kelgan insonlarga, xizmat ko'rsatgan insonlarga minnatdorchiliklarni yo'llab qo'yishlik uchun biz ushbu oilani, sulolani katta insonlardan biri Pirnazarov Nurmat akamizni mikrofon qarshisiga chorlaymiz. Keling, go'zal kunlar, chiroyli to'ylar sizga muborak bo'lsin. Qaysidir ma'noda ushbu to'y marosimidagi yakuniy so'zlarni yo'llab qo'yasiz oila egalari nomidan, albatta. Butun oilaga, butun sulolaga yaxshi kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz to'ylar bilan. Keling. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli to'yimiz qatnashchilari. Mana bugun singiljonim dasturxon yozib, shunday to'y qilyapti. Avvalambor shu singiljonimga uzoq umr tilayman. Bugun vaqtlarning shunday to'ylarini qilyapti. Shularni voyaga yetirib, o'sib ulg'aytirib, farz to'ylarni ham qilish Alloh taolo singiljonim sana buyursun. Hamisha sog' salomat bo'lib, uzoq umr ko'rib, shularning to'ylarini ko'rib o'tirgaysan. Mana to'yimizga tashrif buyurgan, uzoq yaqindan kelgan Buxaray Sharifdan, Andijondan kelgan mehmonlar, mezbonlar, qo'ni-qo'shnilar hammangizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Ilohim vaqtingiz yetmasin, yelib yugurib shunday qilgan tapqalaringiz shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Singiljonim hamisha sog' salomat bo'lib, uzoq umr ko'rib, kulib o'ynab yurgaysan, ko'p yoshlarni ko'rgaysan. Birgalikda ko'rgaymiz Xudoyim. Shu o'rinda aytib o'tjekman, uchaginam Og'abek hamisha sog' salomat bo'lgaysan. Uzoq umr ko'rgaysan, oilaviy sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Yoningdagi sozandalarga ham hammasiga sog'lik tilayman. Hamisha bizning elning shunday yaxshi kunlarda xizmat qilish Alloh taolo sana nasib qilsin. Shu yoshlarning farz to'ylarida Alloh taolo uzoq yosh berib kelib o'tirib xizmat qilishsin. Uchaginam rahmat. Aytib turibman-ku, shu aqtiqlarini uylantirgandam kelib aytib turibman-ku, singiljonim. Hammangizga rahmat. Bizlar ham borib shu to'ylaringizda o'tirib, tilak tilab, duo qilish nasib etsin. Hammangizga Alloh taolo shunday kunlarga, yaxshi kunlarga o'zi yetirsin. Hammangizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Barakat topinglar, sog' salomat bo'lgaysizlar. Rahmat, salomat bo'linglar, oiladagi yaxshi kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Bugun bir yaxshi, chiroyli to'yni guvohi bo'ldik azizlar. Kelinglar shu joyda hurmatli san'atkorimiz, ustozimiz Og'abek Sobirovdan chiroyli duo fotihalarni qabul qilib olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak azizlar, davrani oqshomni shu daqiqalarga yetib keldik. Ilhomin. Avvalambor yaratgan Alloh Haq subhanahu va taolo egamni o'ziga shukrlar. Shukronalar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz, nabiyimiz, habibimiz, ikki olam sarvari Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlar bo'lsin. Ilohim shu ukamiz mana shu sunnat bo'lgan to'y bolani umrlari uzoq bo'lsin. Xudoyim elimizni, yurtimizni koriga eradigan ajoyib bir buyuk farzand bo'lib yetishsin inshaalloh. Shu yigitchani uylantirgan to'yda ham hammamiz kelib, shu xonadonning quvonchiga quvonch ulashib, xursandchiliklariga xursandchilik ulashib kelib o'tirishlikni Alloh taologa ham hammalarimizga ro'zi muyassar aylagan bo'lsin. Mana shu uzoqdan kelgan, mana Andijondan kelgan, Buxorodan kelgan onaxonlarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz hammalarini kelgan qadamlariga hasanatlar bo'lsin. Shularni ham yaxshi kunlarida borib xizmat qilish bizga nasib qilsin. Xush kelibsizlar deymiz.
Xudoyim hammangizning xonadoningizda yaxshi kun bo'lsin, topgan tutganlaringiz hamisha yaxshi kuningizga buyursin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar, salomat bo'linglar. Endi mana shu yerda onaxonimiz bir murojaat aytgandilar, shuni hozir aytib beraman. Shu baholi qudrat qo'ldan kelgancha endi. Çektim yolu da intizar keldi can ağzıma oluşu haber
yoksa kim koydu kadın yoksa kim koydu kadın maşukayı gelmedi ya gelirsin kuli rahmat, salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar yana bir bor. Sog' bo'linglar, rahmat.